Assalomu alaykum barchangizni. Bugun 8-mart Xalqaro ayol qizlar bayrami bilan tabriklayman. Opalarimiz, singillarimiz, qizlarimiz, onalarimiz hammalarni tabriklayman. Barcha ayollarimizdan jon sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Hurmatli obunachilar, hozir mana shunday klientimiz to'yxonasiga olyapti. Juda ham chiroyli qilib ektirdi. Birinchi qavat ekan. Birinchi qavatdagi to'yxonasiga, ikkinchisiga endi qilgizadi. Lekin juda ham chiroyli chiqdi. Bu palmalarimiz mana bittaligi bu. Bunimiz Spatifilm gigantimizdan bor edi, shundan oldi. Mana ko'rib turibsizlar. Вообще go'zal. Mana butonlari hamma joydan bor. Mana вообще zo'r keldi, ammo bu safar bundan hozir bunimiz ham sotuvda qolmadi. O'zi asli 8-martgacha olib kelib biz sotuvga qo'yishimiz kerak edi. Onlayn savdoga ulgurmay qoldik. Shuning uchun hozircha borini bir qator ozgina obzor qilamiz. Nimalarimiz bor, nimalarimiz yo'qligini. Hozir mana azaliyalarimiz bor. Bunisi mana 75 mingdan 2 xil svet ochiladi. Oranjivoy, malinovoy. Bunimiz mana 85 mingdan. Hozir mana bu joyda yana ozgina katta-kichik azaliyalarimizdan bor. İmperatorlarimiz bor. Sensatsiyalar mana shularimiz bor. Gul ko'rgani kelaman deganlar bo'lsa, bemalol kelib ko'rsanglar bo'laveradi, hurmatli obunachilar. Ertaga ham ishlaymiz. Bizni bilasizlar, biz постоянно ishda bo'lamiz. Mana shunday chiroyli jenskiy shahsiyalarimiz bor. Mana g'unchalari, har taraflama g'unchalari bor. Onlaynga ulgurmay qoldik, aytib o'tganimizdek. Shuning uchun ozgina kechroq chiqaryapmiz. Xo'p, Kalanxoya, Kliviya, sensatsiya, Dratsiyadan chiroyligini qaranglar. Lekin haqiqatdan o'ta go'zal. Boshqacharoq sort ekan. Haqiqatdan o'ta go'zal. Mana qaranglar. Xo'p, Kalanxoyalarimiz shunday gullaganlardan bor. Rus qizlarimiz, amarilislarimizdan еще yana повтор keldi. Dekabrislarimiz mana shunday gullagan hollarda bor. Bu bizda hozir, bunimiz hozir bizda Klion Krasniy. Bunimiz giheralarimiz, Nandini, ular ko'proq hovli gullari. Klion, gihera, Nandini, bular ko'proq hovli gullari. Keyin Defenbachyalarimiz ham bor. Ertaga yana bir qator. Bugun qo'yamiz har holda kanalimizga, Telegram kanalga, ya'ni qo'yamiz narxlari, holatlari bilan. Hurmatli obunachilar, xo'p, hozir Makayamamizdan bor. Mana Ansidum bor. Bunlar ham yana повтор bor. Bular Linariya, hovli va yer gullari, tuva gullari. U tomonimiz ozgina nimaroq bo'lib turibdi. Shunday chiroyli qilib qo'yganmiz. Xo'p, yana yangi gulimizni ko'rsatmoqmiz. Uni ham bir qator ko'rsatamiz. Teplitsamizda gulimiz ozroq, lekin olganga bor. Kesinglar bo'laveradi. Sensatsiyani 3 tasi bittasi kelgan. Shulardan bor. Xo'p, mana bu bizda yangi gulimiz bo'ladi. Juda ham chiroyli ekan, baklari ajoyib. Shulardan ham kelib olib ketsanglar bo'laveradi, tavsiya qilamiz. Sterilisamizdan bor, juda ko'p bor. O'tgan safar juda ko'pchilik ketmay qolgan, bundan bor. Bu gullaydi, juda chiroyli gullaydi. Uzun tuvak ekkanda vahshe dahshat chiqarkan. Hozir ko'rdinglar menimcha. Mana shu sterilisa hozir 2,5 metr bo'lib ketar ekan, tuvakka ekib qo'yadigan bo'lsa. Agarda uylar kichkina bo'lsa, kichikroq anamday tuvaklarga ekadigan bo'lsa, pastroq bo'ladi, lekin chiroyli bo'ladi, odam bo'yi bo'ladi. Juda ham chiroyli. Barchalarni yana bir bor bayram bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.